Assalamu alaykum dostlar, yaxshimisizlar? Men Sumayya. Bugun sizlarga taqdirim o'zingga bog'liq degan hikoyani o'qib beraman. Taqdirim o'zingga bog'liq. Quduq ichiga tushib ketgan qari eshakning nolisi anglagan dehqonning eshakka hissdoshligi kelsinmi, lekin ahvolni tafsiliy mo'ljalab ko'rib, uni qutqizishga ketadigan avarchiliklar oldida eshiknimi, quduqnimi saqlab qolishga arzimaydigan deb qarabdi. Shuning bilan qo'shnilarini chaqirib, yuz bergan ahvolni aytishibdi. Anda ularning qari eshakni quduqda ko'mib o'tib, azoblanib xalos qilishga yordamlashishni talab qildi. Dastlabda qari eshak to'liq jiddiylashib ketibdi. Lekin dehqon va uning qo'shnilari eshakni ustiga to'pa tashlashni davomlashtirayotganda, eshakning kollasida tuyuqsiz bir xayol kechibdi-da, ustidagi tashlangan to'plarni silkab tushaveritib, to'pa ustiga dastlab turibdi. Har qatim to'pa tashlansa, eshak uning ustiga chiqib turibdi. Qari eshak ahvolning qanchalik ig'irligiga qaramay, silkishni ham qadam ilishni davomlashtirib, oxir quduq ustiga chiqibdi. Uni qutqizdirib qolgan egasidan og'rinib yotmay, jonini oladigan mushkulot ichida qilcha haduqmasdan izdinish usuli ekan. Xo'sh,